Video başlandı. Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun Washington DC alayı rayonidagi bizning har qaysi sahadagi aziz vatanparvar qarindoshlarimiz, korxonchi, tadqiqotchi, do'st birodarlar bugun shu Washingtonda jam bo'lib tug'ilgan kunimni tabrik qildi. Agarchi men bu tug'ilgan kunimni alayda bir kun deb qaramasam, ammo do'stlarimiz hurmatimizni qilib turib xush bo'ldim, ta'sirlandim. Dünyanın her qaysi cədəki qarindoshlarımızga otluq mehr muhabbetimizni bildirimiz. Yeni yıl kelishi oldi turdi. Yeni yılga bizning atrofimizda turgan har bir qarindoshimizning ortliq salami bor. Bu bo'lsa umid, ishonch, mehr muhabbet va tirishchanlik. Umid, ishonch, mehr muhabbet va tirishchanlik. Bu bizningki har qaysi qarindoshlarga, vatanparvar qarindoshimizga otliq salamimiz. O'rta Osiyodagi, Turkiyadagi, Amerikadagi har bir qarindoshlarımızga. Biz davomli tirishimiz, mehr muhabbet bilan, hürmet bilen, akıl parasat bilen, emlikimiz bilen özünün qadr qiymatimizni yaratamiz. Bugünkü günde biz duch kelgan krizislarni biz çoxum yengib tashlaymiz. Hammalarga rahmat, xushal, xotirjam bo'laylik. Alloh taolo egimiz bizga go'zal kelgusini pat fursatda nasib qilsin. Hammalarga rahmat. Amin.